Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar hamda Moto Center kuzatuvchilari. Akalar, bugun sizlar uchun ikkita elektron velosipedimiz. Velosipedimizda ikkovi ham litiy akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Birinchi aytib o'tganim akalarim, bu skuterlarimizga umuman prava so'ramaydi. Ikkovi ham elektron velosiped xolasini pedalda, xolasini elektron holatda minib ketsangiz bo'laveradi. Ikkovini ham alohida o'zini ham qo'lda ham elektron 3 ta skorslari mavjud. Bittasini yurish kilometri tok o'zi 25-30 kilometrgacha yura oladi. Ikkinchisi bemalol 40 kilometrgacha yura oladi akalarim. Ikkovini ham maksimal tezligi 25-30 tezlikgacha chiqa oladi. Bittasini balon razmeri 28 lik ko'rishingiz mumkin. Motorlari oldida joylashgan. Ikkinchisiniki esa 16 lik Cherokee barollar bilan jihozlangan. Bunisini ikkovi old orqa tormozlar, jilkisli tormozlar bilan jihozlangan. Motorlari esa orqa tarafda joylashgan 240 vatli motorlardan qo'yilgan. Akalar, bunga qo'shib berilgan narsalarimiz kaska hamda yomg'irli kunda kiyib yurgan o'zini alohida jiletlari ham mavjud. Xolasini sidinani xuddi shunaqa holatda, xolasini yechib tashlab turib, oddiy o'zini sidinasidan qo'yib olsalar ham bo'laveradi. Skuterimiz NFC karta orqali bemalol boshqasilar ham bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. O'zini alohida NFC karta, pult, zapaska pul, zapaska kartlari ham mavjud. Mikrofon kolonkalari ham mavjud. Bunisi esa oddiygina qo'ldagi skorslar bilan jihozlangan. Yaqinroqdan ko'rsatib o'rasiz. Qo'ldagi skors akalar o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bunisi ham xuddi shunaqa elektron skorslar bilan jihozlangan. 3 tali skors elektronik, keyin 3 tali skors qo'lda alohida joylashgan. 1, 2, 3-skor orqali bemalol pedal orqali aylantirib yursangiz ham bo'ladi. Ikkovi ham pedal har bitta aylantirganda o'z-o'zini zaryad qilish xususiyatiga ega. Lekin uylaringizda hovli bo'lmasa, domda yashasalar akalarim, bemalol akkumulyatorni xuddi shunday sug'urib, yopib, zaryadga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Zaryad foizlarini esa akkumulyatorda o'zidan bemalol ko'rsatib tura oladi. Bunisi ham xuddi shunaqa holatda, buni ham akkumulyatorni bemalol ko'tarib yursalaring bo'ladi. Ikkovi ham litiy akkumulyatorlar bilan jihozlangan akalarim. Bemalol pastda nomerli telefon qilishingiz akalarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.